Bugun sizlar bilan dolzarb mavzu yuk mashinalarining yuragi, ya'ni motorlar to'g'risida gaplashamiz. Mashinangizni motorini remont qildirganingizda sizni nimalar kutyapti? Misol tariqasida 69-63 dagi Chang'anni motorini remont qildirsangiz, 8-9 million atrofida xarajat kutib turibdi. To'kurlarning hisobi bilan 7-10 kun vaqt olishi mumkin. Biz sizlarni o'ylagan holatda Chang'an Center do'konimizga zboriy motorlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Zboriy motorni olganingizda nima yutuqlarga erishasiz? Birinchi bo'lib vaqtdan yutasiz, ikkinchi bo'lib xarajatdan yutasiz, uchinchi bo'lib bo'lsa mashinangizga yangi hayot kiradi, uzoqroq xizmat qiladi, asabingizni ham ehtiyot qilasiz. Qanaqa payt motorni remont qilish kerak, qanaqa payt yangi motor olishim kerak deydigan bo'lsangiz, agar mashinangiz endi qizib ketgan bo'lsa, uni remont qildirsangiz bo'ladi. Agarda mashinangizni remont qildirganingizdan keyin ham moy yeydigan bo'lsa, unda sizga yangi motor qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Sizga motorni remont qilish xizmati yoki zboriy motorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Chang'an Centerga murojaat qilaverasizlar.